هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Yasin tefsiri 41. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Yasin 41. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ulağa bizning kamali qudratimizni ko'rsatadigan alamet shuki, biz ularning ota bobolarini Nuh alayhissalomning nasi kerak va hayvonotlar bilan to'shqizilgan kemasiga tushirdik. Biz ular uchun shu kemaga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik. Agar biz xohlasak, ularni g'arq qilib o'tamiz. Ularga yordam berguchimi bo'lmaydi va ularni qutuldiruvchimi bo'lmaydi. Faqat biz rahim qilganligimiz va ularni muayyan muddatgacha hayotdan bahramand qilganligimiz uchun ular qutuldiriladi. Ularni to'shqizilgan kemaga tushirish Alloh taolaning alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Buyuk va yuksak Alloh taolo mundaq deydi: Kemilarning bexatar yurishi uchun Alloh taolaning insonlarga dengizlarni bo'ysundirib berishi ularga Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan dalilidir. Dunyoda tunji yasalgan kema bo'lgan Nuh alayhissalomning kemasi shu kemalardan biri bo'lib, Alloh taolo Nuh alayhissalomni va uningga iymon etgan mu'minlarni u kemada qutqizib, yer yuzida Adem alayhissalomning bolalaridan qutqizilganlardan boshqa hech kimni qoldirmay halok qildi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Ularga bizning kamoli qudratimizni ko'rsatadigan alomat shuki, biz ularning ota bobolarini Nuh alayhissalomning narsa kerak va hayvonotlar bilan to'shqizilgan kemasiga tushirdik. Biz ular uchun shu kemaga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhuning bu oyatdan to'yga ko'z tutildi. Chunki to'ygilar quruqlikning kemalari hisoblanadi. To'ygilarga uzun safarlarda yuk taq ortiladi va ustiga miniladi deganligini rivoyat qilgan. İbn Jarirmu İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qilgan. İbn Abbas yenidikilarga Alloh taolaning biz ular uchun shu kemaga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik degan oyatidagi narsalarning nima ekanligini bilamsizlar dedi. Ular yo'q deb javob berdi. İbn Abbas u narsalar kemalardan iboratdir. Nuh alayhissalomning kemasidan keyin uningga o'xshash kemalar yasaldi dedi. Shundaqla Abu Malik, Zahhak, Qatada, Abu Salih va Suddi qatorliqlarmu bu oyatdagi narsalardan kemalarning ko'z tutilganligini aytgan. Agar biz xohlasak, ularni, ya'ni kemadagilarni g'arq qilib o'tamiz. Ularga yordam berguchimi, ya'ni ularni g'arq bo'lib ketishdan qutqizishga yordam qilguchimi bo'lmaydi va ularga yetgan falokatdan qutuldirguchimi bo'lmaydi. Faqat biz rahim qilganligimiz, ya'ni biz sizlarga rahim qilganligimiz uchun sizlarni quruqlikda va dengizda safar qildiramiz. Sizlarni muayyan muddatgacha hayot qoldiramiz. Şuna Allah Teala mundaq deydi: Ve ularni muayyan müddetkiçe, yani g'olib ve büyük Allah Teala'nın dergahideki ma'lum vaqtgacha hayatdan bahramand qilganligimiz uchun ular qutuldirildi.
ularga rahmatga erishishinglar uchun oldinglardagidan, ya'ni dunyo azobidan va orqanglardagidan, ya'ni oxirat azobidan qo'rqinglar deyilsa, ular buningdan yuz o'riydi. Rabbining payg'ambarning rostligini isbotlaydigan oyatlaridan bir oyat kelsa, ular buningdan yuz o'riydi. Agar ularga Allah sizlarga rizq qilib bergan narsalardan faqirlarga sadaqa qilib beringlar deyilsa, kofirlar mu'minlarga masxir qilish yuzidan. Agar Allah xolisa ta'minlaydigan odamni biz ta'minlamdik. Agar Allah xolisa ta'minlaydigan odamni biz ta'minlamdik, sizlar faqat ro'shan gumrohlikdasizlar deydi. Mushriklarning gumrohligi to'g'risida. Allah Teala bu oyatda mushriklarning ozg'unlik va gumrohlikda haddidan oshganligini, ilgari qilgan gunohlarga parvo qilmaganligini va qiyomat kuni o'zlariga keladigan azobdan qo'rqmaydiganligini bayon qildi. Ularga rahmatga erishishinglar uchun oldinglardagidan, ya'ni dunyo azobidan va orqanglardagidan, ya'ni oxirat azobidan qo'rqinglar. Ya'ni sizlarning azobdan qo'rqqanliginglarning sababi bilan sizlarga rahim qiladi va sizlarni u azobdan amin qiladi deyilsa, ular buningga javob bermasdan, balki buningdan yuz o'riydi. Rabbingning, Allah Taolaning bor va birligini, payg'ambarning rostligini isbotlaydigan oyatlaridan bir oyat kelsa, ular buningdan yuz o'riydi. Ya'ni ular u oyat to'g'risida o'ylanmaydi, uni qabul qilmaydi va uningdan manfaat olmaydi. Agar ularga Allah sizlarga rizq qilib bergan narsalardan faqirlarga sadaqa qilib beringlar deyilsa, ya'ni agar ular Allah Taala ularga rizq qilib bergan narsalardan musulmon faqirlarga va muhtojlarga sadaqa berishga buyurilsa, kofirlar mu'minlarga, ya'ni ular mu'minlarga agar Allah xolis ta'minlaydigan odamni biz ta'minlamdik, ya'ni bizni ularga sadaqa berishga buyurdinglar. Agar Allah xolisa edi, ularni albatta boy qilgan bo'ladi va cho'qim rizq bilan ta'minlagan bo'ladi. Biz ular haqida Alloh taolaning irodasiga muvofiq ish qilamiz. Ya'ni bizmi ularga sadaqa bermaymiz. Bizni sadaqa berishga buyurganliginglar uchun sizlar faqat ro'shan gumrohlikdasizlar deydi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ular agar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshadi deydi. Ular faqat bir ovoznila, ya'ni Isrofil alayhisalomning birinchi qitimliq chalgan surinila kutidi. Ular dunyoda savdo setiq va shuningga o'xshash ishlar ustida janjallashib turgan holatlarda u ovoz ularni halok qiladi. Ular bir-biriga vasiyat qoldirishqimi, oilasiga qaytishqimi qodir bo'lolmaydi. Kafirlarning qiyomat kunini yiroq deb qaraganlik to'g'risida. Allah Taala bu oyatda kafirlarning bu va'da qachon ishga oshadi degan so'zlaridan ularning qiyomatning qoyim bo'lganligini yiroq deb qaraydiganligidan xabar berdi. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini oldirdi. Ular faqat bir ovoznila, ya'ni Isrofil alayhisalomning birinchi qitimliq chalgan surinila kutdi. Ular dunyoda savdo setiq va shuning o'xshash ishlar ustida janjallashib turgan holatlarda u ovoz ularni halok qildi. Ya'ni ular faqat bir ovozni kutdi. Bu ovoz qo'rqitish uchun chelingan surdir. Kishilar odatlari bo'yicha bozorlarda va terikchilik yo'llarida janjallashib, jidal majra qilishib turganda g'olib va buyuk Alloh taolo
İsrafilni qo'rqitish sur chilishga buyurdi. U surni uzun so'zib chaladi. Yer yuzida birmi odam qolmay beshini ko'tarib, osmon tarafdan kelayotgan ovozga diqqat bilan quloq soladi. Ondan bir o't kelib, terik insonlarni butun atrofidan qo'rshab, ularni qiyomat maydoniga haydab mangadi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: "Va'z nasihat intayin keskin bo'lganlikdan ular o'zlari ega bo'lgan narsalarni bir-biriga vasiyat qoldirishqimi, oilasiga qaytishqim qodir bo'lolmaydi." Boshqa bir o'rinda bu haqda hadis va asarlarni tafsili bayon qilib o'tgan edik. Shunga bu yerda keng doirada to'xtalmaymiz. Ondan keyin hamish terik Alloh taolodan boshqa butun jonliqlar o'ladigan sur chilindi. Ondan uningdan keyin terilish uchun sur chilindi. Ondan keyin hamisha terik Alloh taolodan boshqa butun jonliqlar o'ladigan sur chilindi. Ondan uningdan keyin terilish uchun sur chilindi. Sur chilingan haman ular qabrlaridan chiqib Rabbi tarafga yugurdi. Ular voy iset, bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim uyg'otdi deydi. Chunki ular ikki sur orasida uyquda bo'lib, azobdan xoli bo'ldi. Farishtalar, ya mu'minlar, uningga javoban, mehribon Allohning va'da qilgani mush kun payg'ambarlar rost aytgan deydi. Ras etqan deydi. Faqat bir ovoz bilanla ularning hammasi huzurimizga hozir qilindi. U kunda hech bir insonga qilch zulm qilinmaydi. Sizlarga faqat qilmishinglarga yarasha jazo berildi. Surning terilish uchun chilindiganlik to'g'risida. Bu 3-chi qatim chilingan sur bo'lib, u insonlarning tuproqning ostidan qabrlardan terilib qo'pishi uchun chilindigan surdir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Sur chilingan aman ular qabrlardan chiqib Rabbi tarafga yugurdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: U kunda ular qabrlaridan chiqib, xuddi tiklab qo'ygan butlarga qarab yugurgandek mahshargohga yugurdi. Ular voy iset, bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrlarimizdan kim uyg'otdi deydi. Ya'ni ular dunyodagi chaqlarda qabrlaridan chiqarilmaymiz deb e'tiqod qiladi. Ular mahshargohda o'zlari inkor qilgan narsani o'z ko'zlari bilan ko'rgan chaqda ular voy eset, bizning uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrlarimizdan kim uyg'otdi deydi. Bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim uyg'otdi deydi. Bundaq deyishi ularning qabrlarida azobga duchor bo'lganligiga zid emas. Bundaq deyishi ularning qabrlarida azobga duchor bo'ladiganligiga zid emas. Chunki uningdan keyingi azobning qattiqligiga nisbatan u azob uyquga o'xshaydi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ubay ibn Ka'b radiyallohu anhu, Mujahid, Hasan va Qatada qatorliqlar ular terilishdan ilgari azroq uxlaydi dedi. Qatada yana ularning uxlashi ikki surning oraliqida bo'ladi. Shunga ular bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim uyg'otdi deydi dedi. Salaf ulamolaridan bir qancha kishi ular shundaq degan chaqda mu'minlar ularga javob berib, mehribon Allohning va'da qilgani mushu kun payg'ambarlar rost aytgan dedi. Hasan ularga bu javob bilan faqat farishtalar javob berdi degan. Buningda qarama-qarshilik yo'q. Balki mu'minlarmi, farishtalarmi birlikda javob beradigan bo'lishi mumkin.
Faqat bir ovoz bilanla ularning hammasi huzurimizga hozir qilindi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: bir sayha, ya'ni İsrafilning sur chelishi bilanla ular, ya'ni jimi xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoladi. Qiyomatning qoyim bo'lishi ko'zni yumib ochqichilik yoki uningdanmi tizdir. Shu kunda Alloh sizlarni chaqirdi. Sizlar uningga hamd aytib ijobat qilasizlar va dunyoda faqat ozg'ina turgandek o'ylaysizlar. Ya'ni ularga faqat birli buyruq qilimizda ularning hammasi huzurimizga hozir qilindi. U kunda hech bir insonga qilchi zulm qilinmaydi. Sizlarga faqat qilmishinglarga yarasha jazo berildi. Şübhisizki u kunda cennet ahlilari ne'mat ichidadir. Ular va ularning juftilari jannatlarning soyillari ostida taxtlarga yulangan holda turdi. Ular uchun jannatda turli mevalar bor. Ular uchun jannatda ularning ko'ngli taqqan narsalar bo'ladi. Mehribon Rabbi tarafidan ularga salom deyiladi. Cennet ehlining hayotining bayoni to'g'risida Alloh taolo bu oyatda cennet ehlidan mundaq xabar qiladi: cennet ehli qiyomat kuni qiyomat maydonidan yo'tkilib jannatlarning bog'chilariga tushadi. Ular o'zlariga berilgan tugumas nozu ne'matlar va katta baxt saodat bilan bo'lib ketib, boshqalar bilan kori bo'lmaydi. Bu vaqtda Hasan Basri va Ismoil ibn Abu Xolid ular davzaq ahli chekayotgan azob bilan kori bo'lmaydi, chunki jannat ahlilari ne'mat ichidadir dedi. Mujahid jannat ahlilari hayron qolarliq ajoyib ne'mat ichidadir dedi. Qatada va Ibn Abbas radhiyallohu anhuma ular nihoyat xushaldir dedi. Ular va ularning juftilari jannatlarning daraxtlarining soyalari ostida taxtlar yulangan holda turdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ular uchun jannatda ularning ko'ngil taqqan narsalar bo'ladi. Ya'ni ular har xil lazzatlik narsalardan qanchalik talab qilsa, shunchalik narsaga erishadi. Mehribon Rabbi tarafidan ularga salom deyiladi. İbn Jurayj İbn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Shubhisizki Alloh taoloning o'zi jannat ahliga salom yo'llaydi. Subhanalloh. İbn Abbas radhiyallohu anhumaning degan bu so'zi Alloh taoloning ular Allohga muloqot bo'lgan kunda ularga Alloh tarafidan yo'llanadigan salom sizlarga omonlik bo'lsin degan so'zdan iborat degan oyatining ma'nosiga uyg'undir. Alhamdulillah. Yuqorida Sure Yasin tafsiridan 58. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.